Kamina-yu kamtarin, sen nafas olayotgan changman. Meni katta vazifaman senlarni o'pkanga kirib olib, mazza qilib kasallarni kuchaytirish. Odamlar meni sezishi bilanoq, "Voy, rosa svejiye, muncha toza" deyshadi. Aytib qo'yay, qisqa rohatdan so'ng sizni buyuk asabiylik kutmoqda. Siz rohatlanib turguningizcha men allaqachon ishni bitirgan bo'laman. Haliyam kimligimni bilmadingizmi? Men sizdan taralayotgan svejiy, lekin kimyoviy fransuzskiy hidman. Men issiqxonalardan chiqayotgan zaharli tutunman. Maslahatim meni ko'p hidlab turing. Chunki ichingizga kirganimda miriqib uxlayotgan saratonni rosa qitiqlayman. Aytgancha, men tekshiruvchilardan juda qo'rqaman. Shuning uchun berkinib olganman. Eng qizig'i odamlar bizni o'zlari katta qilib, yana Voya astman bor ekan-ku. Menda allergichiski emish. deb nolib qo'yishadi. Xabaring yo'qmi deyman? Senlar atrofni asramaganingdan biz bu dumaloq koptokni egallab olayapmiz.